Assalomu alaykum hurmatli YouTube'dagi Yadey obunachilari. Bugungi sana 18-dekabr 2025-yil. Bizni YouTube kanalimizga shunaqangi ko'p so'rovnoma bilan yozishgan, ya'ni GT60 modelini ham chiroyli qilib obzor qilib beringlar deyishgan. Albatta men chiroyli qilib obzor qilib beraman. Siz bo'lsa bizni kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, albatta bu videoga like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Demak, men boshladim. Birinchi bo'lib ushbu modelimizni akkumulyatoridan boshlasak, akkumulyatori grafinlik eng yaxshi akkumulyator qo'yilgan 72 volt 38 amper. Motor quvvati 1,5 watt. Tezligi maksimalni 60 km/soatgacha. Bundan tashqari bu modelimiz 6-8 soat vaqt oralig'ida to'liq quvvatlanadi. To'liq quvvat bilan 60 dan 100 km masofagacha bemalol bosib o'ta oladi. Endi bu skuterimizni qolgan qulaylik taraflariga keladigan bo'lsak, oldi orqa jidkisli tormoz bilan jihozlangan. Rekuperatsiyasi mavjud. Rekuperatsiya haqida o'zi bilsangiz kerak. Agar bilmasangiz, kommentariyada rekuperatsiya so'zini yozib keting. Men sizga keyingi videolarda rekuperatsiya nimaligini, grafinli akkumulyator nimaligini albatta tushuntirib video joylaymiz. Xo'p, rekuperatsiyadan tashqari telefonga ulanadi programmasi, Yadea programmasi telefonga ulanadi va bu eng qizig'i orqaga ham harakatlana oladigan skuter. Ya'ni faqatgina oldinga emas, orqaga ham yuradi. Bundan tashqari cruise control bor. Cruise control nimaga kerak deydigan bo'lsalaring, radarlarga tushmaslikni xohlasalaring, albatta 50 tezlikda cruise controlni yoqib qo'ysangiz, majburlasangiz ham radarga tushmaysiz. Masofadan boshqariluvchi pultiga ega. Kaliti ajoyib, ko'rishingiz mumkin. Mana bu kaliti. Bu esa orqa bagaj kaliti. Orqa bagajni ham ochib ko'rsatamiz. Mana bu masofadan boshqariluvchi pulti. Endi orqa bagajini bir ko'rsatsak. Buni iminni yonboshdan ko'tarib ochishingiz shart emas. Qo'lingizni qiynab, shunchaki pastdagi tugmani bunday bosib turib ochsangiz ham bo'laveradi. Ichini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerga dokumentlar bo'lsa, hali ehtiyot qilish kerak bo'lgan narsalar bo'lsa, solib qo'yaverasiz. Mana bu yerlari ham alohida kojinli o'sha qoplama bilan qoplangan. Mana bu atroflari, oldi, polni va yonboshlari hattoki bagajga ham duga bilan qoplangan. Bu orqadagi yo'lovchiga moslangan oyoq qo'yg'ich. Yangi so'z o'ylab topdik, oyoq qo'yg'ich. Bu GT60 modelimizni yana bir qulaylik tarafini aytib o'taman. Sizga mana bunaqa kalit tiqishingiz shart emas. Albatta, o'tatish uchun, skuterni harakatlantirish uchun kalitingiz bo'lishi shart emas. Shunchaki o'chirasiz, yopasiz, qulflaysiz. Mana bu pultni, kalitni, knopkani bosib, skuterni o'tatsangiz, shunchaki buni yonboshga o'tkazib, kalit tiqmasdan yana o't oldirib minib ketsangiz ham bo'laveradi. Yana bir zo'r qulaylik tarafini aytib o'taman. Bundan buyog'iga qishli, muzlamali, qirovli kunlar kirib kelyapti. Shuning uchun nima qilish kerak? Albatta bu skuter hamma skuter seqonadi, boshqa bo'ladi. Xavfsizlik kerak hammaga. Shuning uchun programma telefoningizga tortasiz, Yadea programmasini aytganimdek boshida ulab olasiz. O'sha qorli, muzlamali funksiyasini yoqib qo'ysangiz, qorda yiqitmaydi. Ya'ni muzlamada tez bossangiz ham motor o'zini qisadi. Tez yurib ketmaysiz, seqonib ketmaysiz, yiqilib tushmaysiz. Mana shu taraflarigacha o'ylangan juda ham aqlli smart skuter. Bundan tashqari pastlikka qarab tushib turgan bo'lsangiz ham, oddiy kunda ham issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi, pastga qarab tushganda hamma skuter tezlashib ketib qoladi. Bu unaqa bo'lmaydi. O'zi motor o'zi kalotkalar, ya'ni ballonni qisib sekin tushishingizni ta'minlaydi. Pastlikka qarab tushib turgan bo'lsangiz ham. O'rindig'ini ostidagi bagajnikni ham ko'rsatib o'tishimiz kerak. Bismillah. Birinchi ochiritda o'zini original quvvatlagicha chiqadi. Simlari hamda garantiya daftarchasi. Bu simlar o'tda yonmas, suvda cho'kmas sim bo'lib, nimaga bunaqa deyapman? Hozir sizga ko'rsatib isbotlab beraman. Bismillah. Ko'rishingiz mumkin.
hech qanaqa erish, boshqa qilgan narsalar yo'q. Buni nimaga yonmaydigan qilingan? Ya'ni sim qanaqa hali kuchlanishda ishlasa ham erib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi, bemalol chidamli, issiqda ham, sovuqda ham ishlayveradi. Garantiya daftarchasiga keladigan bo'lsak, sizga kelib, Yadeya sotuv ofisimizga kelib, sotib oladigan bo'lsangiz, aynan garantiya daftarchasiga sana, chislo urib beriladi. 1 yil biz barcha skuterlarimizga kafolat beramiz. Bundan tashqari sizga medal beriladi. Bu medalni albatta tushuntirib video ishlagan edik. Ko'rmagan bo'lsangiz, yana sizga bafurcha tushuntirib beraman. Ya'ni medal nima qiladi? Bizdan istalgan skuterni sotib olganingizdan keyin sizga medal beriladi. Bizni rasman dilerimizga aylanasiz. Bir so'z bilan aytganda, ya'ni siz o'zingiz sotib olganingizdan keyin, medalni qo'lga kiritganingizdan keyin o'zingiz bilan yana qanaqadir sotib oladigan xaridor olib kelsangiz, sizga 200 ming so'm bonus puli chiqarib beriladi. Yon oynalari ko'rishingiz mumkin. Bu modelimizni narxiga siz ham qiziqib videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu modelimiz narxi atigi shuncha qulayliklari bilan birga $1100. Videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni bildirib qoldiring va bizni kuzatishda davom etsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi videolarimizda albatta Gelivi akkumulyator hamda grafinli akkumulyatorning farqlarini tushuntirib, to'liq video darslik ishlab chiqaramiz. Hammaga rahmat. Yadeyani kuzatishda davom eting.